Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Bugun xudo xolisi 23-iyun haftalik tahlilni boshlaymiz. Haftalik tahlil o'zi anchadan beri chiqarmay turuvdim. Sababi savdolar bilan band bo'lib, ozgina ishlar ham ko'payib ketdi, lekin trade recaplar chiqib turibdi. Bu yog'iga xudo xolisi savdo g'oyalari va haftalik tahlillarni ham chiqarishda davom etamiz. Bir oy oldin chiqargan ekanman ro'pararosa. Xo'p, endi bo'lsa dollar indeksi bir oylik time frame'da e'tibor bersanglar, mana bu aprel oyini lowini iyun oyi, ya'ni ushbu haftalik kunlikda ko'rsa sell side, bir oylikda ham buni sell side bo'lsa bo'ladi. Ushbu sell side zonasini yechdi. Sell side zonasini yechgandan keyin bizda eng yaqin zona ushbu BPR deb olsa bo'ladi. Narxi ushbu BPR ga shu 1977 zonasiga chiqishini kutyapman. E'tibor bersanglar, oxirgi 1 2 3 4 5 oylikda narx juda ham bearish, tushuvchi shaklda bo'lgani uchun qisqa korreksiya ko'ramiz deb o'ylayapman. Mana shu 1977 zonasigacha va narx bu yoqqa kelgandan keyin yana gaplashamiz narx qayerga yurishi haqida. E'tibor bersanglar, narx birinchi bo'lib mana shu 1977 zonasiga kelib olgandan keyin e'tibor bersanglar, mana bu yerdan premium discount dealing range bo'yicha qarasak 0.50 dan tepada yana bizda BPR zonasi mavjud. Narx katta ehtimol bilan ushbu zonaga ham chiqishi ehtimoli yo'q emas. Sababi dealing range bo'yicha qarasak, narximizda 0.50 dan tepada, albatta bu premium, bizga sotish uchun yaxshi imkoniyat degani. Mana bu yaqindagisi bu diskountda, bu yerdan ham trend mana bu shaklda davom etib ketishi mumkin, lekin bu yerda ozgina shoshmaganimiz ma'qul deb o'ylayapman men o'zim shaxsan. Hop, e'tibor bersanglar, haftalik time frame ga o'tsak, haftalik time frame da bizda e'tibor bersanglar, mana bu tepasida bizda hozir mana buni ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Mana bu bir oylik FVG, monthly fair value gap. E'tibor bersanglar, bir oylik fair value gapni tepasi pastida bizda nima bor? Buy side liquidity zonamiz bor. Endi o'sha buy ishlayveramiz deyolmayman. Biz qachon buy ishlaymiz? Narx mana bu bearish order blokni haftalik time frame'da hurmat qilmasligini men o'zim kutyapman. Shu bearish order blok hurmat qilinmagandan keyin narx tepada yopilsa, ushbu order blokni biz breaker blok sifatida ishlatib olsak bo'ladi. Qachonki narx mana bu shaklda yopilsa, ya'ni bullish o'suvchi bo'lib yopilsa, mana shu shaklda keyin narx qaytsa ishlab olsak bo'ladi deb o'ylayapman men o'zim. Endi dailyda ko'ramiz, dailyda nimalar bor bizda. Hop, dailyda bo'lsa e'tibor bersanglar, mana bu sell side yechildi. E'tibor bersanglar, mana bu hozir to'g'rilaymiz. Volume imbalancedan narx reaksiya berdi va bizda yana volume imbalance qolib ketishi mumkin. Bugun dushanba bo'lganiga ozgina dushanbani o'tkazib olib turib, narxni mana bu order bloklardan tanasi bilan tepada yopilishini men kutgan bo'lardim buy ishlash uchun. Mana shu shaklda yopilsa bizga yaxshi bo'lardi. Va agar tepada yopilib olsa, buy side gacha juda ham yaxshi ishlavsa bo'ladi. E'tibor bersanglar, narx mana bu yerda juda ham buy side
zonalar, likvidnesslar yig'ilib qolgan. Shu likvidnesslarni yechilishiga ham ishlasak bo'ladi deb o'ylayman, xudo xolisa. Xuddi shu dollar indeksdagi korrelyatsiyani albatta birinchi bo'lib yevroda ko'ramiz. Yevroda e'tibor bersanglar, mana narx buy side'ni yechdi. Buy side'ni yechgandan keyin hop, mana bizda mana bu yerda dollar indeksda bo'lganda, yevroda ham ushbu balanced price range mavjud. Va shu aytganimdagi dollar indeksda premiumda bo'lgan BPR yevroda bo'lsa discountda bo'ladi. Korrelyatsiya qilib ishlayotganinglarda haftalikda ko'rsak, haftalikda deyarli hech narsa yo'q bizga short uchun. Dailyda bo'lsa mana bu order block narxni hozircha ushlab turibdi deb o'ylayapman. Va e'tibor bersanglar, narx mana bu imbalans zonasida turibdi. Shu imbalans zonasi buzilmaguncha yevroda short ishlamaslikni maslahat berardim. Chunki mana bu equal high bizda mavjud. Mana 4 soatlikda juda ham chiroyli equal high bo'lib turibdi. Shu equal highga ham narx chiqib ketish ehtimoli bor deb o'ylayman. Har doim analiz qilayotganda ikkita ssenariy bo'yicha analiz qilsanglar, tasdiqlar bilan ishlashga juda ham yaxshi bo'ladi. Okay, funt bir oylik time frame'da ko'zimga ko'ringan eng yaqin zona mana bu imbalans. Haftalikda bo'lsa ushbu imbalansdagida sell side bor. Va haftalikda eng yaqin PDR bizda mana bu bearish order block. Dailyda bo'lsa bizda narxni imbalans hamda order block ushlab turibdi. Atak funtda qiziq holat bo'lib turibdi. Sal dushanbani o'tkazib olib kutish kerak deb o'ylayapman. Mana bu kichkina order block bo'lishi mumkin, lekin bu order block tanasi kichkina bo'lgani uchun low probability order block deb hisoblayapman. Yo'q, uzr. Men bullish olib qo'yman. Mana bu yashil bearish order blockda narx turibdi. Endi ko'ramiz bugun dushanba qanaqa yopiladi. Shu order block ichida mamta volume imbalans ham qolib ketishi mumkin. Shu bo'yicha ishlasa bo'ladi menimcha. Mana bu yerda kichkina dealing range ko'rsak, teparoq chiqish kerak deyapti, ko'ramiz. Gold bo'yicha nimalar bo'lyapti goldda? Goldda bir oylik time frame'da yaqinroqda hech qanaqa zona yo'q. Haftalikda bo'lsa bizda mana bu bullish order block narxni tepaga haydab yuboradi deb umid qilyapman. Mana bu buy side all time high mavjud. Dailyda bo'lsa bizda narx mana bu imbalansni yorib turibdi. Ko'ramiz, agar bu imbalans pastda yopilsa, bu fair value gap inversiya bo'lib, narx ozgina pastga tushirishi mumkin. Endi kumush bilan ham ko'rish kerak-da. Kumush bilan bitta korrelyatsiya qilib ko'raylik. Kumushda nima bo'lyapti? Hop, kumushda fair value gap qolib ketgan ekan. Haftalikda. Agar shu narx fair value gapga tushadigan bo'lsa, tillani ham pastga tortib ketishi mumkin va mana bu equal low sell side'ga kumush tushsa, tillada ozgina chatoq bo'lib qolar ekan narx. Mana bu equal low'ga tushib ketishi mumkin ekan. Va e'tibor bersanglar, narx juda ham chiroyli holatda likvidnesslarni mana bu yerda yig'ib tashlabdi-da. O'shanga goldda buy ishlamoqchi bo'lganlar
ozgina ehtiyot bo'lib shoshmasdan ishlaylik. O'zim ham bayqarab turibman va e'tibor bersanglar, mana bu kichkina volume imbalansni biz o'zimizga PDRA sifatida olsak bo'ladi. Dealing range bo'yicha ham ko'radigan bo'lsak, 0.50 dan pastda hozir narx diskountda. Bayga ham yaxshi vaziyat berishi mumkin. Faqat risk menejment bilan stopga rozi bo'lib ishlasanglar yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. E'tibor bersanglar, narx mana bu BPR ni pastida yopildi. Nu ko'ramiz. Mana bu tigi ekstremum order bloklar ham narxni tepaga ushab qolishini kutyapman. Bayga ham, selga ham juda ham chiroyli tasdiqlar bor. Lekin men o'suvchi bo'lganimiz uchun bay ko'rmoqchiman, xudo xolisi. E'tibor bersanglar, sizlarga hozir ideya berishim mumkin. Bizda Osiyoning lowi yechildi. Osiyoning lowi yechilgandan keyin kumushga bitta qaraymiz. SMT nimadirlar. E'tibor bersanglar, mana tilla Osiyoning lowini yechgan, kumush bo'lsa yechmagan. Mana tillamizni yechgan. Narx endi model bo'yicha qanaqadir tasdiq beradigan bo'lsa, mana o'sha sekin mana bu PDRlarni hurmat qilib ketishda davom etyapti. Yaxshi reaksiya bo'lyapti. Bu birinchi faza deb oladigan bo'lsak, mana bu yashil order blokdan tepada yopilsa, mana e'tibor bersanglar, mana bu tushuvchi order blok, to'g'rimi? Agar tushuvchi order blokka narximizni hurmat qilmasdan mana bu shaklda допустим yopiladigan bo'lsa, bu order blokimizni breaker blok va bizda uni pastida bullish order blok bo'ladi. Bu juda ham kuchli zona hisoblanadi bay uchun. Agar narx shu shaklda yopilsa, mana bu yoqdan Osiyoni hayigacha ishlavorsa bo'ladi deb o'ylayman. Ani o'tgan kunni maksimumi, ya'ni juma kunni maksimumigacha ham buy side zonasigacha ham yaxshi setup bo'lishi mumkin. Agar shu sizlarga nima deydi, signal emas, qanaqadir ideya sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Narx qachonki tepada yopilsa. Xo'p, shu bilan nima deydi, videomizni yakunlaymiz. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like, comment bilan qo'llab-quvvatlanglar. Aytgancha men bepul yopiq kanal ochdim. Ushbu yopiq kanalga ulanib, g'oyalardan, setuplardan foydalansanglar bo'ladi. Unga link opisiyaniyada qoldirib ketaman. Qo'shilinglar, birga jonli savdo qilib, barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda sizlarni kutib qolaman.